بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Osmonlardagi ve zemindeki narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Allah ahli kitaptan bo'lgan kafirlarni, ya'ni Bani Nazir Yahudilarni tunji qitimliq surgunda o'ylaridan haydab chiqardi. Sizlar ularni kuchlik turib munda xor holda chiqib ketadi deb gumon qilmagan edinglar. Ular o'zlarining qo'rg'onlarini, o'zlarini Allohning azobidan to'siya oladi deb o'ylagan edi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi. Alloh ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ular o'ylarini, o'zlarining qo'llari va mo'minlarning qo'llari bilan buzdi. Ey aql egilari, ularning holidan ibrat elinglar. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Agar Allah ularni surgun bo'lishga hukm qilmagan bo'lsa edi, albatta ularni dunyoda o'ltirilish bilan azoblaydi. Ular oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Bu, yani ularning surgun qilinishi shuning uchundirki, ular Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashdi. Kimki Alloh bilan qarshilashadi ekan, shubhisizki Allah uni qattiq jazolaydi. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Ey Müslümanlar! Sizler meyli Bani Nazir'nin hormalarını kesinglar. Meyli onu burun qipeti öğrü kaldırınlar. Hemmisiga Allah ruhsat qılıdı. Allah'ның mundaq ruhsat qilishi Allah'ның itaatidan chiquvchilarni, ya'ni Yahudilarni rasvo qilish uchundir. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah peygamberge ulardan, yani Bani Nazir'nin mallardan qayturgan ganimetlerini sizler at tögülerini çaptırıp, yani əcir qilib, japa mushaqqat tartib qo'lga keltirgan emas. Lekin Allah payg'ambarlarni xohlagan odamga musallat qiladi. Allah har narsaga qodirdir. Ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah payg'ambarga g'animat qilib bergan ahli Qura, ya'ni Qurayza, Nazir, Padak va Xaybar kuffarlarining mollarini ishchanlardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmasligi uchun Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xos qildi. Payg'ambar sizlarga berganni ilinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Allohning azobi qattiqdir. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. O g'animatning bir qismi diyordan haydab chiqarilgan, mol mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular iymon sodiq odamlardir. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ulardan, yani muhacirlardan Madinada yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, yani ansarlar yiniga hijrat qilib kelganlarni, yani muhacirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ichtorlik qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhacirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining behilliqidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ulardan keyin kelganlar Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mo'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmag'in. Parvardigorim, sen nihoyat mag'firat qilguvchisan, mehribonsan deydi. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Münafıqlarning özlərinin Muhammed aleyhisselamның peyğəmbərlikini inkar qılğan əhli kitab buradarlarga yurtonglardan chiqirib etilsanglar, biz çoxum sizlar bilan birga chiqib ketimiz. Hargiz sizlarning ziyninglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa, çoxum sizlarga yordam berimiz deyishganligini ko'rmadingmi? Alloh guvohlik berdiki, munofiqlar çoxum yolg'onchilardir.
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Agar ular haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Agar ularga urush ichilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Bergan taqdirdimi yuz o'rib qochidi. Ahli kitob yordamga erisha olmaydi. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Şübihisiz ki, sizler onların dillerinde Allah'a qarğandınmı qorqunuşluqsizlar. Yani ular sizlerden Allah'tan qorqqandınmı bək qorqudu. Bu şunun üçündür ki, ular Allah'ın uluğluğunu düşenmeydiğen kavimdir. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tomlarning orqasida turgandilar, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qila oladi. Ularning urushi o'z ichida qattiqdir. Ularni deb o'ylaysan, holbuki ularning dillari tarqoqdir. Bu shuning uchundirki, ular tushunmaydigan qavmdir. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ular, yani Yahudiler, ulardan ilgiri yaqindila o'tgan qilmishlarining vabolini tetiganlarga, yani mushriklarga o'xshaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Ular, yani munofiqlar Yahudilarni urushga qiziqtirishda shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kofir bo'lgin dedi. İnson kofir bo'lgan chaqda shayton: "Men sendan ado judaman. Men haqiqatan olamlarning Parvardigori Allohdan qo'rqaman" dedi. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Ularning, yani şeytan bilan insonning oqibati birlikda do'zaxga kirish, do'zaxda mangu qilish bo'ldi. Ana shu zolimlarning jazosidir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey müminler! Allah'tan korkunlar. Her adam ate, yani kıyamet günü için yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarsun. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir. لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishuvchilardir. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Agar biz Qur'onni bir taqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanlikdan bosh ekkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz. Huvallohullazi la ilaha illa huwa alimul g'oybi vash shahadati huvar rahmanur rahim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U yo'shirinni, oshkorni bilguchidir. U nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egisidir. Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun mahluqotning molikidir. Pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mo'minlarga salomatlik beg'ishlig'uchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir, qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egisidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pokdir. Huvallohul xoliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huval azizul hakim. Allah hammani yaratquchidir, yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, shakl beg'ishlig'uchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih etib turadi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.